Bugun sizlarga asl baraka g'izzaotini obzorini ko'rsatib beraman. Negativchilar ko'rib olinglar. Hozir qirg'adirli joydan turpoqlarni olamiz va keng maydonga tashlaymiz va turpog'imizga kavli masalliq aralashgan bo'ladi. Hech qanday turpog'imizda qum, shag'al, hech qanday kimyoviy moddalar yo'q va bu tayyor masallig'imizni bunkerga tashlaymiz. Bunkerdan chiqayotgan tuprog'imiz lentadan drobilkaga tushadi. Maydalangan tuprog'imiz elekdan o'tkazilib meshalkaga tushadi va tayyor bo'lgan mahsulotimiz zalivkaga kelib tushadi. Va pressimizdan xom g'isht bo'lib chiqqan mahsulotimizni birinchi sushilkamizga quritish uchun tiqamiz va qurib chiqqan g'ishtlarimizni ikkinchi sushilkaga yo'naltiramiz. Lentadan chiqqan xom g'ishtlarimiz vagonlarimizga taxlanadi va vagonlarimizdan sushilkaga tiqiladi. Sushilkada qurigan holda 100% qurib pechkaga kirgiziladi. Pechkada mana bunkerlarimiz bor, ko'rishingiz mumkin. 900 gradusda pishadi. Hammasi avtomatlashtirilgan. G'ishtlarimiz butun holatda chiqadi. G'ishtlarimiz lentalarda butun holatda keladi va butun holatda taxlanadi. Hech qanday pochkaning ichida sinuv bo'lmaydi. Tayyor bo'lgan mahsulotimiz upakovka holatiga keltiriladi va furalarga ortiladi. Butun holatda egalariga yetkaziladi. Okalar eslab qolinglar, bizda g'isht bor.